Nima keshamaydi nimani? Neri turib? Ner turibdi? Ey, bu qizlar guqa qildi bu juma. Kimni? Seni. 80 ming yuanlik kaptaş o'ribsa. 12 qism. Voy, menga Eron 90 ming qo'yamidi, 15 ming qo'ymas, shu pulni versam bo'la. Uy, unda ish neydi aka? O kaptaga uchun biz 15 ming pul to'lab berib bo'ldik. O kapta bizga tavba bo'lib bo'ldi. Siz bizdan so'ramay o kaptadan 90 ming sotibsiz ha? Ya ay kaptaning pulini berasiz bizga. Bo'lmasa ishqi kaptani bizga olib kelib berasiz. Shu. Bizga o'tib bo'lgan kaptan nima ish qilsa tursan? Ey. Ya adaş, sen şu kaptan şorf qilib bo'lsang, men seni to'lab berdim aytdim. Sen o'pgan basa. Qalsam kayfiyat olsang, yaxshi emas, men ishibsa kayfiyatni o'shola, maston. Nim bu? Ya bu mening emas, bu Kavsar limon degan shu. Bu qo'qoqdan eng yomon dushman degani, bu 20% limon boyaqa jing limon. Hozir bozorda o'tlab sotiladi. İşçi avval. Andım bilirsen. Bo'libdi. Kayfiyat o'sha qarashmas, chiroyliroq deyshi qarashmas ishchay. Basbayız gücüm ama o. Endi adaş malgapni chiroyliq deyishdi. Sen kaptaga qartamadan 15 ming pul yeb bo'lgan. Kapta bizga o'tib bo'ldi. Shunami? Hem sen o kaptani bizdan so'ramay 90 ming sotibsa. 90 ming chiroyliq beramsa yo kapta bizdan beramsa? Yo, bu qoldadigan gap bu. Şu kaptan sen yuvatmagan bo'lsang, men o'zim sotadim 90 ming qo'yga. Kim yaptı senin kaptırını? Kaptırını ben yaptım olsam, Şamil Şingir'e uburniki poqnab chiqib satdingmi 90 ming qo'yga? Qanda degan gap bo'lib ketdi. Satsam o'zimning kaptani satsam, sana nima ish qo'yarim 90 ming qo'yni. Bersam shu 15 ming pulni beraman. Bo'libdi, yavatgan ish kaptani gapni qilmay sana. Unda ish nima aka? Sot qo'ygan vaqtida bizga ish kapta uchun men sen 40 qo'y to'lab bersang bo'ladi degan. 40 qo'y to'lab berib bo'lib, mening vicdanım chidamay, mashinalarni chiqib qo'ygan pulni olib kelib, sen oldan qo'ydim men. Shundan to'ladim men. Sen qanday qilding endi? Shu men 80 ming qo'ydan hamini olmaydi, bag'inam bo'lganda ekan deb 15 ming qo'yni olgandim shu. Uni shunda qildi. Men taxi 15 ming qo'y olsang, og'ina mening yuzimni qildi deb xo'sholab yursam, sen ölmegen kapta uchun meni pul yetsa qaraysiz. Uni azdab taxi, yana 90 ming setibsan o kaptani. Sen odammi? Tuzuk gap qildim ha. Yana bu kadar tumshuqlarga dazmal saladim juma. Kimdan tumshuq dazmal salsa? Unutib qolgan o'xshaychimi? Kichigini tat meni tayoqcha yeb cho'g'animsan. Bu nochosam takkirib chiqib baqa. Neri tura neri? Tatta quloqni. Yeni bika juma ya. Nimani bika? Asta juma yeli ha. Nochilik qilmag'in ha. Valax. Nochosa tarak qilib chiqib baqa. Yeli yetib olsa. Kim o? Yetib olgan sen juma azalda 35 qidim yetib olgansan kichigini tatdi. Ben kirişi olmadım. Nima keshamaydi nimani? Neri turib? Ner turibdi? Bika ig'izlar guqa qildi bu juma. Kimni? Seni. Yomon nochilab kesilasa? Neri turib? Voy. Başın. Odaş, ben asla kılmağım, bir ayıran bunun bolmağın odaş. Turlu sözlemekine. Benim sende ağırlam yok hem de. 90 ming gömre, 90 ming gömre. Aval mamuk doktorxona var adaş. O 90 ming koyun gitme geldi işte. Şu da se. Ang mühim salametlik anla mühim hazır meyli. Doktorxonaga borlayım. Ben anlamayım. Doktorlar yuvarlan telefon adaş. Telefon. Vay. Mabilikim bulanmadı. Ay. Filmning davomi erta yo'llanadi. Ko'rmoqchi bo'lsangiz bizni qo'shib oling.